Assalomu alaykum. Biz mana videoga endi olishni boshladim. Mana biz yangi obyektimiz Prehti. Uni mana gipsagarnim bo'ladi. Mayli. Plus fitness klubda u. Uni mana kiyinadigan joy, dushovoy, sauna, tualet, bu ham tualet. Bu отдельный bo'lingan, bu ayollarga, bu erkaklar uchun. Hop. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bunni gipsagardan, bular bunni mebel bo'ladi. Hop, shu joyga shunaqa Prehta solishimiz kerak. Hop. Tayyor bo'lgan videomiz. Mana gipsagardan tayyor bo'lgan videomiz mana. Parxonadan boshlaymiz mana. Ichi. Buni yog'och bilan ashibga qilib chiqamiz bellarni. Bellar panel bo'ladi. Mana. Dushovoylarimiz mana. Pasi ochiq qolgani sababi bu yerga to'plik qilinadi, keyin tashib qo'yiladi. Undan keyin 10 cm u yoqqa gipsakordan aylanadi. Bu yerimiz mana hojatxona bo'ladi. Hamada ikkita nurli. O'sha yertalik o'rtada bo'lingan joyimiz. Ikkita dushovoy, ikkita tualet. Hali yana bitganda yana bir video olib joylashtiramiz, xohlasa.